Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, parrandish qog'ozlari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Va nihoyat mana sotuvda indotkalar, ya'ni ko'pchilik bizdan indotka so'rab aloqaga chiqishadi. Ya'ni kanalimda oldindan kuzatadigan obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz bilishadi. Ya'ni asosan biz ham indotka biznesi bilan shug'ullanardik, vaqtincha bu biznesni to'xtatib turgandik. Lekin mana bir Marg'ilonlik Hoji tog'amiz indotka boqishar ekan, shuni bugun reklamaga qo'yib berishimizni so'rashgan edi. Mana biz bugun chiroyli qilib bo'lardi, obzorini qilib beramiz. Ya'ni bu yerda sotiladiganlari xo'rozlari bor. Agar kelisha olsak, makonlarni ham sotuvga qo'yishimiz mumkin va sotuvda xo'rozdan tashqari tuxumlari ham bor. Kim agar tuxum so'rab yoki tuxum qidirib yurgan bo'lsa, bostirish uchun tuxumlari ham bor. Ya'ni tuxumlari kelishilgan holatda miqdoriga qarab turib narxlarini aytib o'tamiz. Va bu yerdagi xo'rozlarning narxi donasiga 200 ming so'mdan baho aytilyapti. Xo'rozlari yirik, iloji boricha ko'pi qora boshlardan tashkil topgan xo'rozlar. Ya'ni buni misol uchun indotka boqadiganlar o'zi bilishadi. Ya'ni qora bosh oq boshlarga qaraganda biroz yirikroq va puli qimmatroq yuradi. Bularda bahosiga to'xtaladigan bo'lsak, xo'rozlarda donasiga 200 ming so'mdan baho aytilyapti. Manzil Marg'ilonda joylashgan. Egalarini, nomerlarini videoni pastiga chiqarib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib, bizni kanalda nomidan chiqqanliklaringizni aytsangiz, xudo xohlasa chiroyli qilib berishadi. Dastlabki xizmatlari kelishilgan holda mavjud. Video yoqqan bo'lsa bir dona like deb bosib, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmang.